Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sizga Roza Washington'dan sözleyimiz. Yakından beri Körüvatıslı Birleşken Devletler Teşkilatı'nın erki kemsişini azaytiş yoki tugutish komiteti. Bundan burun elbette Amerika Qo'shma Shtatlarida 15 nafar Davlat Majlisining a'zosi Marco Rubio, Christopher Smith yetakchiligidagi 15 nafar a'zosi Şinjan'a alakadar, yani mustamlika, Uyg'uristonga alakadar, yig'ilish lageriga alakadar söz sözüldü, nutuq sözledi ve Amerika Devlet Meclisi'nin yukarı a'zolari Prezident Trump hükümetiga xat yazıp Şinjan'da lager kurgan ve kişilik hukukunu depsende kılıvatkan Kuomintang'ın ya Kompartiyanın yukarı derecelik amaldarlarını jazalaşını talep kıldı. Şu münasebet bilen hazır Xitaylar bunun qanday inkas qaytırdı. Men tehe bayanatçı Huaçin'in bayanatını görmedim. Ama bununla merkezi hükümet, Xitay merkezi hükümet devlet rehberlerinin kanıtı astı ki Xitay'ın yer işarı vakt gezeti cevap qaytırdı. Bugünkü leksiyamızın ahırda onun qaytırgan cevabını anlayışla hürmetli vatandaşlar. Şundaqlı muhakeme kılımız. Birlikte muhakeme kılımız. Evvel sözleyeceğimiz hazır Devlet Meclisi Amerika Qo'shma Shtatlarida Marco Rubio senator Nopozok arbab Christopher Smith'le Amerika Qo'shma Shtatlariga yazgan xat to'g'risidagi ve şundaqla xatning ve bu xat e'lon qilingandan keyin matbuotlarga chiqib bo'lgandan keyin enlikki Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Komitetiga dair mesela irqiy kamsitishni azaytish komitetining hazır Uyg'urlarni mesela yig'ilish lageriga qamalgan Uyg'urlarni jiddiy bo'shtish ve qo'yib berish to'g'risidagi qarorini vatandaşlarga anlatımız. Mavzu mundaq. Birleşken Devletler Teşkilatı Jungo'nun qayta tarbiyalash lageriga solib olingan Uyg'urlarni qo'yib berishga murojaat qildi. Mavzuli xabar 8 ayning 31 kuni Washington vaqtiga soat 6dan 46 minut o'tganda Amerika ovozdan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Washington, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Mutaxassisleri haftanın 4. günü yani 30. günü Şinjan'daki yani mustamlika Uyg'uriston'daki qayta tarbiyalash lagerlariga agahlandirish berib, Jungo'nun terrorizmga yoki zo'ravonlik qarshtirishni bahona qilib, jazo lagerlariga nazarband qilib olingan Uyg'urlarni derhal qo'yib berishini murojaat qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy kamsitish komiteti naql keltirib, hisoblab bundaq ko'rsatdi. Şinjan'da yani mustamlika Uyg'uristonda ko'p bo'lganda 1 million Uyg'ur qamoqqa ixtiyorsiz nazarband qilindi. Bu komitet oxirida ba'zi xabarlardan cho'chib ketdik deb ko'rsatdi. Nurg'unlagan xabarlarda mundaq ko'rsatildi. Ko'plagan Uyg'urlar va boshqa musulmon nasldoshlar nazarband qilindi. Ayblanmagan, qonunliq jazo hukm qilinmagan ahvol ostida uzun muddat nazarband qilinishga zo'ravonlar qarshitirish va diniy radikalistlar qarshitirish bahona qilindi. Demek bu kişiler kanunun adliyenin sırtıda yoki ular adliye kanun bu kişiler yoki cinayet yoki cinayetsiz degan hüküm ve xulasını çıkarmay turupla demek işneme Xitayning devlet terrorizmi mustamlika Uyg'uristonda Uyg'urlarni jazo lageriga yig'ib olish bugun Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Kişilik Hukuk Komitetiga alaqadar shundaqli irqiy kamsitishni azaytish to'g'risida komiteti
müracaat e'lon qilib, bu Uyg'urlarni qo'yib berishni murojaat qildi. Jungo Şinjan'da yani Müstemlik Uyg'uristonda qayta tarbiyalash lageri qurganligini inkor qilib, Şinjan İslam radikalistlerinin ve bölgünçilerinin ağır tahdidiga duch keldi. Ular hücum qilishni planlayotdi. Musulmon Uyg'urlar o'ltiraqlashgan rayonlarda ko'p nüfusni egallagan Xanzolar o'rtasida munosabatlarni jiddiylashtirdi deydi. Hozir Uyg'urlar o'ltiraqlashgan yoki Uyg'urlar o'ltiraqlashgan bir rayonda, ya'ni ko'p salmoqni egallaydigan Xitoylar undaqda Uyg'urlarning nüfusidan Xitoylarning nüfusi ortib ketdi degan gapmi? Yoki Xitoy bu yerda mujmallikni paydo qilyapti. Xanzolar o'rtasida, ya'ni Xitoylar o'rtasida munosabatlarni jiddiylashtirdi deydi. Bu komitet Jungo zo'ravonlikning ta'birini kengaytib etdi. Zo'ravonlik nima, terrorizm nima Jungo? Buning ta'birini kengaytib etdi. Radikalizmning ma'nosini texmi mujmallashtirdi. Bölgünçilikka bo'lgan ta'biri ochiq bo'lmadi. Bölgünçilikka bo'lgan ta'biri ochiq bo'lmadi. Ochiq emas deb aybladi Xitoy hukumati. Bu orqali tinch yo'l bilan, ya'ni yuqorqi bahonalar orqali tinch yo'l bilan o'zining huquqini ishga solayotgan kishilarga zarba berdi. O'zining huquqini ishga solayotgan kishilarga zarba. Hamda Uyg'urlarga, Buddist Tibetlarga, Buddist Tibetlarga, Mo'ng'ul qatorliq millatlarga va dinga ishonguvchi ammoga shu yo'l orqali tuhmat orqali degandekda jinoyat bekitdi. Bu komitet mutaxassislar bunday ko'rsatdi. Tekshirish jarayonida biz nurg'un ishonchli dokladlar topshirib oldik. Taxminan 1 million nafar Uyg'ur maxfiy, zo'r ko'lamda nazarband qilish o'rniga o'xshaydigan yerlarga qamaldi. Erkek Komissiyasi tugutish komitetining a'zosi Gaydugal xonim bu rayonni huquqsiz rayon deb atadi. Ajoyib chiroyli qo'yilgan ismi ko'ranglar. Ya'ni siyosiy odamlarda yaxshi organlar, katta organlarda shunaqmi? Bu organda ishlaydigan Dugal xonim demdaydi. Şinjan rayoni huquqsiz rayon deydi. Demak 68 yil bo'ldi xonim, Dugal xonim. Bu rayonning huquqsiz o'rinda turayotganiga 68 yil bo'ldi. Tekshirish dokladida yana naql keltirib mundaq ko'rsatildi. Davlat sirtidagi nurg'unlagan Uyg'urlar vatanga qaytib ketishga zorlandi. Davlat sirtida yashayotgan nurg'unlagan Uyg'urlar vatanga qaytib ketishga zorlandi. Dokladda bu kishilarning qayerdaligini oshkorlash Jungo hukumatiga chaqiriq qilindi. Kishilik huquqni azaytish, kamaytirish komitetining dokladida Xitoy hukumati chet ellardan qaytirib ketgan kishilar nada? Sizlar bunga javob beringlar deyildi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi partiyaning, masalan, Demokratlar partiyasi va Cumhuriyetchilar partiyasining davlat majlisidagi a'zolar haftaning 3-kuni, ya'ni 8-oyning 29-kuni Prezident Trump hukumatiga murojaat qilib, Şinjan rayonida az sonliq millat musulmonlarining huquqlariga daxlataruz qildi deb ayblangan Jungoning yuqori darajali amaldorlarini jazolashni talab qilgan edi. Davlat majlisi a'zolari mundaq ko'rsatdi. Şinjan hozir dal yuqori fan texnika soqchi davlatiga aylandi. Davlat majlisi nima dedi? Şinjan dal hozir yuqori fan texnikalik soqchi davlatiga aylandi. Yuqori fan texnikalik soqchi davlatiga aylandi. Erkek Komissiyasini tugutish komitetining a'zosi Gol xonim nima deydi? Şinjan huquqsiz rayon deydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat majlisining a'zolari nima deydi? Hozir Şinjan yuqori fan texnikalik
saqchi davlatiga aylandi. Bu xabarga yozilgan bir inkas manada mundaq debdi, qaranglar, quloq solinglar bunga. Bir Xitoyning inkasi mundaq. Bu xabarga qarta yozilgan inkas. Şinjan qarab baq. İslam diniga ishonadigan rayonlarga qarab baq. Ondan bular radikalist bo'lamdi, o'ylab baq. Jamiyat bexatarligiga tahdid solamdi. Maktabda o'qimaydi bu kishilar. Xizmat qilmaydi bu kishilar. O'rin o'g'irlaydi, bulaydi. Demek hazır Birleşken Devletler Teşkilatı ve Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisining a'zolari yig'ilish lagerida gap qilib edi. Hozir Xitoy millatchilari o'tirg'i chiqib, nima deb inkas yozib o'tirdi? Demak, xizmat qilmaydi. Qani xizmat inkas yozg'ichi Xitoy efendi? Sana xizmat va sen ko'chman mustamlik Uyg'uristonda sana xizmat va Uyg'urga xizmat qani? O'qimaydi, maktabda o'qiydisin, maktab qani? Maktabga to'laydigan pul qani? Maktabga qabul qiladigan huquq va hokimiyat qani? Hammasi Xitoy ko'chmanlarining qo'lida. Inkas yozg'ichi Xitoy efendi o'rin o'g'irlaydi. Bu o'g'irlash esa sening kasbing edi, Xitoyning kasbi edi. Hozirmi nima da'vatida Govingoy? Davlat o'g'rilari da'vat. Nima ish qilsam bir kechadilar bu millatga, Uyg'ur millatiga atib qo'yding buni. Ana sening o'zingning odimi Govingoy da'vat ediki, Jungo davlat rahbarlari amaliyotga davlat o'g'rilari da'vat.